uchta toifaga Alloh nazarini tashlamaydi qiyomatda. 3 xil kimsaga Alloh qiyomatda nazarini ham tashlamas ekan. Sen meni bandammisan degan bir u savobi boshqasini qo'yavering. Sen meni bandammisan degan bir nazar tashlanmas ekan. 3 toifa odam. Shuni birinchisi ota-onaga oq bo'lgan. Shuni men yoshlarga aytib qo'ying. O oq qildim deb qarg'ashi shart emas. Yig'latdingizmi? Bir piyola aroqni ota-onadan ortiq ko'rib, sani gapingni deb haligini ovardingizmi? Oq bo'lib qoldingiz, birodar. Ota-ona men norizoman shuni qilsang deb turibdi. Chinqiratib quvardingiz. Qarg'ash shart emas. Oq bo'ldi. Siz o'ylaysizki, oq qildim, ko'k qildim deb o'tiradi deysiz. Ana shu yig'latdimi, onaga do'q qildimi, so'kdimi, otani yoqasidan ushladimi, otaga xezlandimi, adoy tamom bo'ldi. Alloh nazarini tashlamaydigan biri shu. Ikkinchisi doim aroq ichib yuradigan. İçib tashlagan boshqa. Doim. Namozni ham o'qib chiqib boruncha otib qo'yadi. Ya'ni ertasiga namozni ham o'qiradi. Mudminul xamr deydi. Alloh bunga ham nazarini tashlamas ekan. Uchinchisi val mannanu atahu, berganini minnat qilaveradi. Biz ham berganmiz, masjidga biz ham beruvdik. Biz beruvdik, ana 100 so'mida uradi. Berganini minnat qilaverganga ham Alloh qaramas ekan. Past deb minnatchi past bo'ladi. Past odam. O'ng qo'ling berdimi, chap qo'ling bilmay qo'ysin.